Yevropalikqa qo'y bo'g'izlatish to'g'risida. Savol. Assalomu alaykum. Biz Yevropada qo'y so'ymoqchi bo'lsak, biz o'zimiz bo'g'izlasak qo'ychiga jarimani keladigan bo'lg'achqa, qo'yni Yevropalik qo'ychi o'zi bo'g'izlab berdi. Bismillah, Allohu akbarni biz aytib beramiz. Bu ahvolda ular so'ygan qo'yni yegil bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga, oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Ulug' Alloh Allohning nomi aytilib bo'g'izlangan mollarni yeyishga, Allohning nomi aytilmay bo'g'izlangan mollarni yemaslikka buyurib mundaq degan. Allohning oyatlariga iymon keltiruvchi bo'lsanglar, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni yanglar. An'am surasi 118-oyat. Allohning ismi aytilmay bo'g'izlangan hayvonlarni yemanglar. Ularni yeyish albatta gunohdir. An'am surasi 121-oyat. Bu oyatlarga asosan odatda mol bo'g'izlaganda, qurbonliq molni bo'g'izlaganda Allohning nomini bismillah, Allohu akbar deb ataymiz. Ko'pchilik olimlarning qarshida bismillah deb Allohning nomini atash vojib bo'lib, qasddan demasa molning go'shini yeyishga bo'lmaydi. Agar deyishni unutib qolsa, qurbonliqning go'shi halol bo'laveradi. Chunki unutish degan insonda ko'p ko'rilib turadi. Shariatda mushaqqat ko'tarib o'tilgan. Agar deyishni bilmaganlikdan demagan bo'lsa yoki bilib turib qasddan demagan bo'lsa, go'shi halol bo'lmaydi. Lekin mazkur savolga javob berishdan burun oldi bilan bo'g'izlig'ichining salohiyati haqida to'xtalish kerak. Ya'ni Yevropalik qassobning dini e'tiqodi nima? Musulmonmi? Ahli kitob, ya'ni xristian yoki yahudiymi? Va yoki ateist va dinsizmi? Chunki Yevropadagi biz xristian deb o'ylagan aholining hali ko'p qismi dinsizlashib ketgan. Hozir qaraydigan bo'lsak, Yevropa nufusining aran 3dan 1 dinga e'tiqod qiladigan musulmon, xristian va yahudiylarni tashkil qiladi. Qolgani dinsizlar. Barliq olimlarning birdek ijmosi bilan ahli kitoblardan boshqa kofirlarning bo'g'izlaganlari haromdir. Bu vaqtda Imom Ibn Abdulbar mundaq deydi. Barliq olimlar birdek ahli kitobning bo'g'izlagan mollarini uningga Allohning nomini atamagan bo'lsa-mu, Allohdan g'ayrining nomini atamaganli bo'lsa, yeyishga bo'ladiganligida ijmo qilgan. Yana atashparast va butparastlar Allohning nomini atab bo'g'izlagan taqdirdimi, ularning bo'g'izlagan mollarini yeyishning haromligiga ijmo qilgan degan. Imom Ibn Qudama mundaq deydi. Ahli ilmlar atashparastlarning tutgan ovlarining bo'g'izlagan mollarining haromligiga birdek ijmo qilgan. Bo'g'izlanmaydigan baliq va chekatkiga o'xshash narsalar buningdan mustasno bo'lib, olimlar buning halolligiga ijmo qilgan. Imom Ibn Taymiyami ummat mushriklarning qizlarini elishning, bo'g'izlagan mollarni iste'mol qilishning haromligiga ijmo qilgan degan. Ahli kitob bo'lmagan kofirlarning bo'g'izlaganlarning halol bo'lmaydiganligida olimlarning ijmosi borligini yana Imom Ahmad, Ibnul Munzir, Abu Bakr al-Jassas, Qurtubi, Al-Xazim va Ibnul Javzi qatorliq olimlarmi bayon qilgan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Bugun sizlarga barliq pok narsalar halol qilindi. Kitob berilganlarning yemakligimi sizlarga haloldir. Sizlarning yemakliginglarmi ularga haloldir. Müminlerden bo'lgan iffatlik ayollarning sizlardan ilgari kitob berilganlardan bo'lgan iffatlik ayollarning mahrini bersanglar, iffatlik bo'lganinglar va oshkora yo'shirin fahishini ko'zlamagan holda ularni olsanglar, ular sizlarga haloldir. Maid surasi 5-oyat. Alloh taolaning bu oyati ahli kitobdan boshqa kofirlarning yemakligini, ya'ni bo'g'izlagan mollarning harom ekanligini ko'rsatadi. Chunki ular kitobi yo'q kofirlardir. Demak, Yevropalik musulmon yoki ahli kitob bo'lmagan taqdirda u bismillah deb bo'g'izlasimi yoki qo'y egisi uning yanida turib bismillah Allohu akbar deb bersimi, u go'shni yegili bo'lmaydi. Agar bo'g'izlab berguchi musulmon yoki ahli kitob, yahudi, xristian bo'lsa-chi, bismillah Allohu akbarni bo'g'izlag'uchidan boshqa kishi deb bersimi, molga Allohning nomini atash sharti topilmaydi. Chunki Allohning nomini bo'g'izlag'uchi o'zi atash kerak. Buningda olimlar ittifoq. Hanafi mazhab olimlaridan Imom Ibn Nujaym mundaq deydi. Bo'g'izlag'uchi pichoq surganda qurbonliq egisi yoki boshqasi bismillah desa hisob bo'lmaydi. Imom Kasani mundaq deydi. Asosliq shartlarga kelsak, shartlarning biri shuki, Allohning ismini atash bo'g'izlag'uchidan bo'lishi shart.
Şoңlашqa bo'g'izlag'uvchi bu shartni unutib qolmagan holda aslab turib jim tursa, Allohning ismini boshqasi aytsa qurbonlik halol bo'lmaydi. Chunki Alloh tabaraka va Allohning nomi atalmay bo'g'izlangan moldan yemanglar. Bu albatta yo'ldan chiqib ketishdir degan so'zi Allohning ismini bo'g'izlag'uvchi aytmasa deganlik bo'lib, bo'g'izlag'uvchining bo'g'izlashda Allohning ismini atishi shart qilingandir. Bu vaqtda olimlarning Allohning nomini pichoq surmoqchi bo'lgan bo'g'izlag'uvchining ataydiganligi, boshqalar atsa bo'lmaydiganligi haqida bayonlari yuqorqidek aniq. Alloh taolo bu vaqtda aytqinki, sizlarga barliq pok narsalar halol qilindi. Allohning o'zinglarga o'rgatgani bo'yicha o'gitib, ovchi qilib tarbiyalagan jonivorlarning sizlar uchun tutgan ovlaridanmi yanglar va uningga Allohning nomini atanglar. Allohdan qo'rqinglar. Allah haqiqatan tez hisob olg'uchidir, deydi. Yana Allohning oyatlariga iymon keltirguchi bo'lsanglar, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni yanglar. Allohning ismi aytilmay bo'g'izlangan hayvonlarni yemanglar. Ularni yeyish albatta gunohdir. Kabe'ga ilib beriladigan tugini Allohning dinining alomatlaridan, ya'ni hajning ahkomlaridan qildik. Ularda sizlarga nurg'un foyda bor. Ular qator qilib turg'izib, ya'ni ularning oldi so'l putini bog'lab 3 put bilan turg'izib bo'g'izlaganinglarda Allohning ismini tilga ilinglar. Ya'ni bismillah danglar. Ular bo'g'izlanib jini chiqqanda ularni yenglar. Qanoatchan muhtojlarga va soillarga beringlar. Sizlarni shukr qilsin deb u tugilarni sizlarga bo'ysundirib berdi, deydi. Haj surasi 36-oyat. O'gitilgan ov itlarni qo'yib berganda yoki o'g'ga qaratib o'q atganda bismillah Allohning ismi bilan deyish haqidagi va pichoq topolmaganda bisliq narsa bilan bo'g'izlash haqidagi sahih hadislarmi buni ta'kidlaydi. Sahobalardan Adi ibn Hatim Ta'i raziyallohu anhu: "Ey Rasululloh, biz ba'zida ov o'lg'inimizda ovni bo'g'izlashga qirliq tosh yoki qumushdan boshqa narsa topolmaymiz. Ashundoq narsalar bilan bo'g'izlasak bo'lamdi" deganda payg'ambar alayhissalom javoban: "Allohning ismini atab xohlagan narsa bilan qon iqsang bo'ladi" degan. Yana bir hadisda payg'ambar alayhissalom uningga itingni qo'yib berganda Allohning nomini atagan bo'lsang yegin degan. Yuqorqi oyat va hadislardagi buyruq Allohning nomini atashning vojibligini, atashni boshqa kishi emas, bo'g'izlag'uvchi o'z og'zi bilan ataydiganligini ko'rsatadi. Bu tamoq yemoqchi bo'lgan kishi bismillah demay, yanidagi kishi desa hisob bo'lmaganiga o'xshaydi. Buningga asosan bo'g'izlag'uvchidan boshqa kishining Allohning nomini atishi hisob bo'lmaydi. Agar musulmon kishi qurbonlikni bo'g'izlashda ahli kitobni vakil qilsa-chi, ahli kitobning bo'g'izlagan mollarining musulmonlarga halol ekanligi barliq islom olimlari ittifoq masaladir. Bu ular bo'g'izlagan mollarning go'shtini yeyishdagi gap. Ammo ularning ateist emas, xristian yoki yahudiy ekanligini bilsa, qurbonlik qilguvchi yevropalik qassobni vakil qilsa-chi. Qurbonlik qilish ibodat bo'lg'achqa, uni musulmon emaslarga topshirish muvofiq emas. Ko'pchilik olimlar vakil bo'lib bo'g'izlag'uvchi ahli kitob bo'lsa, qurbonlikqa makruhlik bilan ado bo'ladi deb qaragan. Chunki ahli kitoblarning bo'g'izlagan mollarimi bizga halol qilinganlardandir. Maliki olimlar bu vakolatning to'g'ri bo'lmaydiganligini va ahli kitob vakil bo'g'izlasa qurbonlik ado bo'lmaydiganligini, shundaqdimi bo'g'izlagan molning go'shtini yeyish halol bo'ladiganligini muayyanlashtirgan. Agar Yevropada yashayotganlarga qurbonlikni o'zi qilish yoki musulmon kishini vakil qilish mumkin bo'lmasa, to'g'ri usulda qurbonlik qilg'ili bo'ladigan davlatlardagi yaqinlarga topilib vakil qilsa, vakil qilinguvchi qurbonlikni bajo keltirib, go'shini topilgan bo'yicha bir taraf qilib qo'ysa bo'ladi. Ammo musulmon kishi bismillah deb bo'g'izlab bo'lgandan keyin qo'yni so'yish, ich qornini chiqarish va parchalash ishlarini musulmon emas kishiga topshirsa bo'ladi. Imom Navaviy musulmon kishi qo'yini bo'g'izlab bo'lgandan keyin uni otashparast parchalasa halol bo'ladi degan. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.